Jo'xa qayerda ekan ha? Jo'xa, hoy Jo'xa. Nima deysan Zayniddin? Senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Menga bitta garaj qurib ber. Yo'q, qurmayman. Nimaga qurmaysan? Men senga xizmatkormanmi qurib? Shunaqami hali? Men bor janob merga aytib beraman seni. Bor, bemalol tog'ang bo'ladimi, ammang bo'ladimi, bemalol aytib ber. Men sen xizmatkoring emasman. Undan ko'ra uyimga o'tirib ishlamni qilib o'tirganman yaxsan garaj qurguncha. O'zi ishim boshimdan oshib toshib yotibdi. Bu yaramas Zayniddinga qo'ysa, uni ishlarini qilib berishim kerak. Undan ko'ra o'zimni ishlarimni qilib o'tirganim yaxshi. Hozir video olishim kerak, kakras 2-3 ta. Tak, mana bu yerda nimadir o'zgarib ketdi. Mayli buni hozir to'g'rilab qo'y aytgancha. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videodasiz. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Nimaga bunaqa qiyshayapman, hayronman. Mayli, nechiva. Telefonim kelyaptimi? Alo, eshitaman. Jo'xa, qayerdasan? Uyimdaman, janob mer. Nima bobo qilib yuribsan? Qanaqa muammo qilibman? Zayniddin aytdi. Obbo, yaramas, sizni oldingizga borib aytdimi shuni? Ha, tez yetib kel bu yoqqa. Nima uchun borishim kerak sizning yoningizga? Bu yoqqa yetib kelsang bilasanki, tez kel dedi men senga. Bo'pti, hozir boraman. Bo'pti, tezlash. Mayli, xo'p. Obbo, shu yetmay turgandi. Yaramas, Zayniddin janob merga aytib bergan. Endi men unga baribir yordam berishim kerak, ya'ni garaj qurib berishim kerak. Nimaga shunaqa? Bu yaramas doim janob merga meni aytib yuradi. Hayronman. Mayli, hozir nimadir reja o'ylab topishim kerak. Xo'sh, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi? Keldim. Zayniddin qani? Hozir mana uyimga chekirganda eshikni qattiqroq yop, nimaga sekin yopmayapsan? Naborot sekin yopganim yomon emasmi? Qayerda eding? Mana bu xonani ichidan chiqdim. Tushunarli. Borib bunga garaj qurib ber. Chunki bu meni jiyani bo'ladi axir bilsang. Bilaman. Mayli, yur, qayerdan qurish kerak? Mashinang qani? Hozir. Yur, ortimdan kel, ko'rsataman. Yur. Qayerda? Yangi mashina sotib oldingmi? Ha, yangi. Yangi emas, o'tgan marta tog'am menga sovg'a qilganda, agar esingda bo'lsa, sen tashib kelganding, ya'ni qishloqni boshidan. Anime rasmi bor mashina senikimi? Xuddi o'sha meniki. Mayli, qani qayerda edi u? Mana ko'ryapsanmi? Men minib kelgandim shu yergacha. Tog'amning uyining yonidan menga garaj qurib ber. Men tog'amning uyida yashayman. Baribir sen uyingda yashagan qo'ymading-ku, yaramas. Bo'pti. Mayli, nechiva, endi nima ham qilardim? Albatta garaj qurish kerak bo'lsa, mana bu yerdagilar yangi mashina olib tashashibdi-yu. Mana biratan cho'tkisidan sotib olibdi, haydab ko'rsam bo'larmikan? So'rab ko'ray-chi. Bu yerda ham mashinalar ko'payibdi. Buradan qalaysiz? Jo'xa, tinchmisan? Bo'ladi, mana mashina yangi oldingizmi? Qalay bo'pti? Zo'r haydab ko'rsam bo'ladimi? Bemalol haydab ko'rar. Bo'pti, rahmat, buradan o'zi haydab ko'raman. Qani rol bu tomonda ekan-a? Bu tok. Telefon kelyapti. Kim telefon qilyapti ekan? Tak, hozir alo, eshitaman. Nima sen o'yin qilib yuribsan? Bor tezroq garajni qur. Janob mer, axir shunchaki qishloqni aylanib ko'rmoqchi edim. Tezlash, ishni qil, boshqa payt aylanasan, tushunyapsanmi? Bo'pti, hozir. Obbo, qanaqa ishni qilayin endi? Mayli, hozir bor mashinani olib boraman. Adashmasam, mashinaning benzini tugab qolgan. Chunki benzini tugamaganda haydab borardi bu yoqqacha. Hozir bizda zapravka bordi. Adashmasam, bor ekan rostdan ham. O'sha zapravkadan borib benzin olib kelaman. Keyin esa o'sha benzinni qo'yib, janob merning uyining yonigacha olib boraman. Ya'ni Zayniddinning tog'asi bo'ladi janob mer. O'sha tog'asining uyining yonigacha haydab olib borib, o'sha yoqdan keyin garaj quraman. O'zining mashinasi ham bor janob merni. Hozir bilmayman qanaqa bu yoqqa sig'diraman bu mashinani, qanaqa garaj quraman, hayronman. Lekin bularni o'ziga qo'ysa, qurasan tamom deydi. Qurasan tamom deydi. Lekin meni qilayotgan ishimni o'ylashmaydi. Ya'ni qayerdan quraman? Bo'sh joy yo'q qishloqda. Mana bu yerlarda ham mana shu yerda bitta uy olsa bo'lardi, Zayniddin. Mana shu yerdan chiroyli qilib qurib berardim. Lekin unaqa qilmaydi, yaramas. Mayli. Endi buni yomonlab o'tirgan bilan baribir yaxshi bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Xo'p, hozir mashinasini minib tezroq mashinasini minsin. O't olishini qaranglar, dahshat-ku o't olishi. Xo'sh, hozir buni haydab olib borishim kerak. Ana shu yoqqacha. Keyin esa qurilish ishlarini boshlayman. Hozir qayerda ekan yo'l? Buni ichi vobshe tor ekan, ko'rib bo'lmayapti. Tashqari tomondan qarab haydamasam bo'lmaydi shekilli. Mana shu yerdan asta buramiz, asta bu yoqqa yana anime qahramoni kimligi bilmayman, animega qiziqmayman, ko'rmayman ham hattoki. O'shaning uchun вообще-то sizlarga bu haqda ma'lumot bera olmayman. Agar o'zingizlar ma'lumot bilsanglar, kommentariyaga bemalol yozib qoldiringlar. O'tgan galgi videoda o'zi ko'pchilik tanir ekan shekilli yozib qoldirgan ekan kommentariyaga, lekin men tanimayman baribir. Xo'p, hozir uyimdan tushib
nima edi narsalarni olib kelaman, asbob uskunalarimni, keyin esa borib qurilish ishlarini davom ettiraman. Ya'ni hali boshlaganim yo'q, boshlab olaman короче. Tak bizga 3 ta asbob uskuna kerak bo'ladi, boshqasi kerak emas. Keyin mana qo'limdagi 3 ta benzinning idishini olib borib joyiga qo'yib qo'yishim kerak. Mendan keyingilar ham foydalanadi axir. Tak buni o't olishni qaranglar, dahshatligini. Yo, men tezligi ham juda ham yoqdi. Juda ham tez yursa kerak ekan. Hozir naryoqda aylanib kelishim kerak shekilli janob merda. Uyun yoniga namcha tez burilmaydi. Yo'ldan o'tib ketib keyin burilyapti. Biroz g'alatroq mashina ekan. Xo'p, mana shu yerdan sig'armikan mashinada, sig'ar ekan. Rostdan ham sig'tirdim. Buni sig'dirish uchun albatta zo'rroq shopir bo'lish kerak, bilsanglar agar. Xo'p, mana shu yerga hozir orqasiga joylashtira olamanmi? Orqasiga joylashmasa kerak. Nu hozir to'xtanglar, bunaqa qilamiz. Bu yoqqa qo'ymayman, bunaqa qilib. Tak, hozir reja o'ylash kerak. Bu yerga bunaqa ko'rinishda turmaydi bu mashina. Xo'p, mana yana ozroq orqaga olib turib, yana ozroq oldinga olib turib, mana bo'ldi, mana shu holatga qo'yib qo'yaman. Tamom. O'zi bilan qanaqa chiqarib kirgizadi u, menga to'g'risini desam qorong'u, unaqa qanaqa kiritib chiqarishi. Hop, mana uni yopib qo'yamiz. Tak bu tomonni ham mana janob merni короче mashinasigacha boradigan qilaman. Takoy qilib, birinchi o'rinda bizga daraxt kerak bo'ladi, har doimgidek, chunki qurilish asbob uskunalarimizning eng asosiy bosqichiga bu daraxtlar kiradi. Daraxt yordamida любой narsani qursa bo'ladi Minecraftda, bilasizlar. Endi toshli narsalarni daraxt bilan qurib bo'lmaydi-ku, lekin daraxt bilan yasaladigan hamma narsani daraxt bilan qursa bo'ladi. Bu gapimda oxirida avf qo'yib bitta it qo'rsam bo'ladi. Bu gapimda o'z ma'no mazmuni yo'q. Lekin bilmadim nimaga bunaqa deyapman, o'zim ham hayronman. Mayli, hozir mana nechta 12 ta aniq yetmaydi, chunki 5 ta tomonga kamida 4 tadan qo'yish kerak. 5 ta tomonga 4 tadan qo'yilsa 20 ta ketadi. 20 ta ketsa, tak atrofiga ham anchagina ketib qolsa kerak. Atrofini menimcha boshqacharoq stilda qilsam kerak. Nu atrofini qilmasam ham bo'laverardi-ku, lekin qilmasam atrofi ochiq qoladigan bo'lsa janob men yig'laydi, keyin mashinamga birov teginadi. O'zi shunga ham ko'chada turibdi mashinasi. Lekin ana Zayniddin yomon yig'loqi. U janob merga aytadi, meni mashinamni ko'chada qoldiribdi. Unga bir chora ko'rmasangiz bo'lmaydi dedi. Keyin janob mer o'zini mashinasi uchun emas, ana Zayniddinning mashinasi uchun menga chora ko'rib boshlaydi. Bu esa juda ham yomon degan. Tushunyapsizlarmi? Buni tushunish uchun sizlar Zayniddin bilan 1-2 kun yashab ko'rishinglar kerak. U Zayniddin emas, o'zi uni rostakasım ismi Zaynab. Zaynab xarakteri bor-da uni. Tak qishloq tomondan, dash tomonda ekan. Qishlog'imiz juda ham uzoqda joylashgan shahardan. No shaharga qachonlardir borishni agar xohlasam borishim mumkin bo'ladi. Tak hozir nima qilmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Bo'ldi, garaj qurayotganimni eslab oldim. No rostdan ham esimdan chiqib ketyapti. Qaranglar, nimaga shunaqa bo'lyapti? 1 2 3 4 ta bo'ldi adashmasam. Tak bu tomonga ham 1 2 3 4 ta qo'yib yuboramiz. Tak bu yerga shart emas. Tak endi mana bu yoqqa qo'yamiz. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta. Bu yerga ham qo'yaymi? Yo, bu yoqda shart emas, o'zi mana bu yerga keladi-ku. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta mana va mana bu yerga ham 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta va o'rtaga ham bitta qo'yish kerak ekan mana bu yerga, chunki nimagaligini yo'q qo'ymasam ham bo'lar ekan o'zi rostdan ham. Endi ustki qavatini yopish uchun bizga kerak bo'ladi yuqa blok, ya'ni mana bu bloklardan yarimtalik blok tayyorlab olish kerak. Bitta verstaga yasab qo'ying, shu yerda kerak bo'lib qoladi janob merga ham yoki Zayniddinga ham mana shu yerda tursa foydali bo'ladi. Tak bunaqa qilamiz. Tak hozir bu yerda turib bu. Okey, ikkita ortiqcha qoldi. Oho, shuncha blok bo'lib ketdi, yaxshi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bizga ham. Tak hozir men tepaga bir amallab chiqib olsam, mana bunaqa zina qilib chiqib olayin-da. Va baribir zinani mana bu yerda qurayotganim sababi bu yerdan hech kim baribir qatnamaydi-ku, to'g'rimi? Shunday chiqib kelaman, tak bitta qo'yaman bu yerga. Endi narigi tomonga qanday qo'ysam bo'ladi? Tak mana bunaqa qo'yiladi, kanishna. Xo'p, ustiga chiqib olamiz. Tak qo'lim yetadi ekan, rostdan ham bo'ldi, normali. Bu tomoniga ham xuddi shunaqa qilib qo'yib chiqish kerak, lekin men bunaqa qilib qo'yib chiqib o'tirmayman. Tak pastga tushamiz, sirazi mutni ishlatib olamiz. Mut ishlatsak tezroq bitadi. Tak bu yerdan bitta tepaga chiqadigan yo'l qoldiraman. Mana shunaqa qilamiz. Xo'p, bu tomonni ham xuddi shunaqa tartibda olib ketish kerak, lekin bu blokdan juda ham ko'p ketsa kerak, chunki yuqa blok soni ko'p bo'lgani bilan lekin ishlatilish miqdori kam bo'ladi nimagadir. Lekin nimaga bunaqa, men hayronman. Tak mana shu yerdan olamiz, yana bu yoqqacha keladi. Bu tomoniga ham yetsindan bo'lsa ham, yetmaydiganga o'xshayapti. Yetsa nima bo'lsa ham, yetmasa lekin dabdala sharmandali holat bo'ladi. Yetar ekan, let's go. To'xtanglar. Okey. Xo'sh, bu tomonga bir nechta qoldi-ku yetmasdan. Xo'p, mayli.
Hozir. Mana shu yerga qo'lim yetmayapti. Qaraylik, tepadan kelib turib hozir tepadan qo'ymasam, bu yerdan qo'yishni ilojisi bo'lmayapti. Obbo, suvga tushib ketdim. Yaramas. Qaysidir jetelni poliz shu yerda shunaqa qurilgan va tayyor. Ustidan muhim hech narsa bo'lmaydi. Mana jetel qaraylik, tepaga chiqib ketyapti. Qo'y jetel, nima qilyapsan? To'sh bu yoqdan yaramas. Xo'p, qochib turman. Bu yerni takoy qilib chiqishim kerak. Mana qilib qochib tur. Okey, mana qoch dedim men senga. Okey, mana juda ham ajoyib bo'ldi. Ikkinchi qavat. Hozir bu yerda ikkinchi qavat uy qursa ham bo'ladi, lekin juda ham chiroyli bo'ladi uy bo'lsa. Hozir men bitta narsa o'ylab topdim. Mana yo'l ustini ham shunaqa qilsak, dahshat chiroyli ko'rinadi, lekin yo'lning ustiga shunday ko'prik bo'lib turadi. Ko'prikdan lekin nima foydasi bor, hayronman. Balki foydasi keyinchalik tegib qolishi mumkin, lekin hozir umuman foydasi tegmasligi aniq. Chunki nima foyda tegishi mumkin? Kommentariy yozinglar, nima qilib foydalansam bo'ladi bu ko'prikdan. Bo'ldi, takoy. Mana bu yerga ham qo'yib yuboramiz mana qilib. Mana qilamiz, takoy ko'rinadi. Hozir men pastga bir amalib tushib olsam, okey. Mana bu yerga bitta qo'yamiz, bu yerga bitta qo'yamiz. Mana takoy turadi. Ko'ryapsizlarmi? Yorvaration bo'ldi bu. Yorvaration, qirvaration. Nechta qoldi? 8 ta. Atrofiga qo'yib chiqish ketar ekan bemalol. Xo'p, hozir men mana bu yerdan bir amallab tepaga chiqsam, yana mana bu tomonni atrofini shunaqa qilib qo'yib chiqaman 8 tani va yetmaydi. Bilaman aniq yetmasligini, chunki 8 tagina qolgan. U mana tom ustiga chiqib ketyapti. Bu yerda shot, qaranglar, qayalargacha borsa bo'lar ekan. Bu yerdan chiqib mana bu uyga o'tsa bo'lar ekan. Bundan bitta sakrab mana bu o'tsa, voy bo'lmas ekan, tushib ketdim. Mayli, nichivo. Lekin juda ham takoy bo'ldi, qaranglar, juda ham chiroyli. Men bu yerning atrofini yopsammikan, yopmasammikan? Janob merga hozir aytib ko'rayin, agar yop desa nimadir bilan yopaman, lekin yopma desa yopmayman. Lekin takoy bo'ldi. Menga juda ham yoqdi. Shu holatda qoladi endi bu yer. Janob mer, Zayniddin qani? Katta uyiga. Uyi shu yer emasmidi? Uyi shu yer va borib narsalarni olib kelmoqchi, o'zini shaxsiy uyidan. Tushundim. Garajnik bir qaraysizmi chiqib? Ko'rdim, qarashim shart emas. Qanaqa qilib ko'rdingiz? Hozir derazadan ko'rdim, xonamning ichiga kirib. Xonangiz ichidan derazadan ko'rinadimi? Bu yerdan ko'rinar ekan rostdan ham. Qalay chiqib shu holatda qoldiraymi, atrofini ham o'rab chiqaymi? Balki shu holatda turib tursa, keyin atrofini aytaman senga, o'zgartirib chiqish kerak bo'lsa. Bo'pti, unda ketaversam bo'ladimi? Borib ishlaring bo'lsa, ishlaringni ko'r. Mayli unda, janob mer, men ketdim. Bo'pti, sog' bo'l, obod bo'l, baxtli bo'l, sog' bo'l, val bo'l, gap bo'l, futbol. Basketbol. Bo'pti, ketdim, qarochi. Janob merga nima sport turlari sanab tashay, yengil atletika, ko'p kurash, yugurish, tepish, sakrash, urish, mushlash, yana nimadirlash, ovqatlanish, uxlash, hammasini aytib tashlaydi birdaniga. Men bo'lsa uxlash deganda yomon charchadim, bir uxlamasam bo'lmaydi. Mana bu narsa, mana bu narsalar qo'yib kelmapanki, olib borib shu narsalar qo'yib kelay. Qo'yib kelganimdan keyin maza qilib uxlayman kelganimdan keyin. Chunki juda ham charchadim-da, ana u binoni qurgunimcha. Mana bu shetillarga ham tayyor chiqadigan joy bo'ldi, lekin shu nimaga shunaqa chiqib o'tirablar, hayron bu tomondan olgan ekanman. Qaytarib joyiga qo'yaman, ketdim. Ana endi borib bemalol xohlaganimcha dam olsam bo'ladi.